Isroil G'azo sektoridagi Hamas obyektlariga havo hujumlarini qayta boshladi. Mahalliy hokimiyatlar qurbonlar soni ortayotgani haqida xabar bermoqda. Ya Allah, rahmetak ya Rabb. Isroil harbiylari bugun 18-martga o'tar kechasi mamlakat rahbariyatining buyrug'iga binoan G'azo sektoridagi Hamas harakati obyektlariga havo hujumlarini qayta boshladi. Hamas nazoratidagi Sog'liqni saqlash vazirligi halok bo'lganlar soni 300 dan oshganini, qurbonlarning aksariyati ayollar va bolalar ekanini e'lon qildi. Shuningdek, Isroilning G'azo sektori bilan chegaradosh shaharlardagi maktablar keyingi 24 soat davomida yopiq qolishi e'lon qilindi. Isroil bosh vaziri matbuot xizmatida ta'kidlanishicha, Netanyahu va mudofaa vaziri Israel Katz harbiylarga Hamasga qarshi hujumni qayta tiklashni buyurgan. Oq uy matbuot kotibi Caroline Levitt Fox News telekanaliga bergan intervyusida Isroil G'azo nishonlariga zarba berishdan oldin Amerika ma'muriyatini ogohlantirganini va u bilan maslahatlashganini aytdi. Prezident Tramp Hamas Husiylar nafaqat Isroilni, balki Amerika Qo'shma Shtatlarini ham terror qilmoqchi bo'lganlarning barchasi buning uchun tovon to'lashni aniq tushuntirdi, deydi Levitt. Ma'lumotlarga ko'ra, yuzlab odam jarohatlangan, o'nlab bemorlarning ahvoli og'ir. Isroil ommaviy axborot vositalarining xabariga ko'ra, G'azo ichki ishlar vaziri o'rinbosari Mahmud Abu Vatfa va Hamasning boshqa yuqori martabali vakillari havo hujumlari natijasida halok bo'lgan. Bu 19-yanvardan, ya'ni o't ochishni to'xtatish kelishuvi amal qilganidan beri G'azoga amalga oshirilgan eng yirik harbiy zarba bo'ldi. Mahalliy aholi hujumlar Ramazon oyining saharlik paytida boshlanganini ta'kidlashmoqda. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, G'azo osmonida 20 dan ortiq harbiy samolyot paydo bo'lgan. Keyin esa G'azo, Rafah va Xan Yunis shaharlaridagi nishonlarga zarba bera boshlagan. Netanyahu idorasi bu hujumlar Hamasning asirlarni qo'yib yuborishdan bosh tortgani sababli boshlanganini aytdi. Unga ko'ra, o't ochishni to'xtatish rejimini uzaytirish bo'yicha muzokaralarda oldinga siljish yo'qligiga javoban shunday qaror qabul qilgan. Isroil mudofaa vaziri esa garovga olinganlar uylariga qaytarilmagungacha va bu urushda barcha maqsadlarga erishmagungacha jangovar harakatlar to'xtatilmasligini aytmoqda. Hamas vakillari Isroil yanvar oyida imzolangan sulhni buzganini aytmoqda. Ularning fikricha, Isroilni o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvni buzishi garovdagilar uchun o'lim hukmi ekanini ma'lum qildi. Isroil harbiylari Hamasga qarshi operatsiya davom etishini aytmoqda. Yana bu harbiy harakatlar aniq muddatsiz va kerak bo'lsa yanada kengaytirilishi aytildi. Isroil va Hamas o'rtasidagi sulh 19-yanvardan beri amalda edi. O't ochishni vaqtincha to'xtatish to'g'risidagi kelishuv doirasida Hamas garovdagi 33 nafar isroillikni ozod qildi. Isroil esa 2000 ga yaqin falastinlik mahbusni qo'yib yubordi. Kelishuvning 42 kun davom etgan birinchi bosqichi 1-mart kuni yakunlangandi. Mart oyining boshida Tramp Hamasni ogohlantirib, agar guruh garovdagilarni zudlik bilan ozod qilmasa, jiddiy oqibatlarga duch kelishini aytgan edi. Hamma garovdagilarni hoziroq qo'yib yuboring va o'ldirgan odamlaringizning jasadlarini darhol qaytaring. Aks holda bu sizlar uchun yakun bo'ladi, deb yozgan edi u. Tramp bu oxirgi ogohlantirish ekanini ta'kidlagan. Oldinroq Isroil va Misr vakillari Qohirada asirlar masalasini muhokama qilgan edi. Hamas ba'zi asirlarni ozod qilishga tayyor ekanini bildirgan, biroq tomonlar kelisha olmagan. Hozircha vaziyat keskinligicha qolmoqda.